Me'mor. Roman. Mirmuhsin. Toshkent. Global Books nashriyoti. Me'mor romani Temuriylar davri hayotini o'z ichiga oladi. Asardagi bosh qahramon Najmiddin Buxoriy mashhur me'mor obrazi orqali ijodkor me'morlar hayotini yoritib bergan. Me'morlarning hayoti, beqiyos san'ati va o'sha zamondagi ichki va tashqi ziddiyatlarni tasvirlaydi. Asarda nafaqat me'morchilik san'ati, balki o'sha davrdagi shohlar va shahzodalar orasidagi munosabat, avom xalqlarning qanchalar qiyin ahvolda ekanligi yorqin misollar bilan ochib berilgan. Shuningdek, asarning asosiy qahramonlari me'mor Najmiddin Buxoriy, Zulfiqor Shoshiy, Badiya, Zavrak Nishopuriy, G'avvos, Muhammadlar obrazi orqali insonga bo'lgan muhabbatu munosabat, adolat tarozisi, shuningdek, onalik muhabbati ham yorqin uslubda tasvirlangan.